Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsızlık tıklanlar ekranımız olsun. Amerika'da Uygurlar hakkındaki hüccetlik filminin tuncu qo'yilish murosimi o'tkazildi. Şarkı Türkistan'ın növbətdəki əhvalı paş qılınğan hüccetlik film Shavqun Suranning qo'yilish murosimi Amerika'da o'tkazildi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati tasvirlangan hujjatlik film Shavqun Suranning Amerikadagi tunji qo'yilish murosimi 5 noyabr Washingtonda o'tkazilgan. Xabar qilinishicha, mazkur hujjatlik filmni ishlashga 5 yil vaqt ketgan bo'lib, 7 davlatda suratga elingan. Bu hujjatlik filmda bosh personaj Javhar Ilhamning dadasi Ilham To'xtini Xitoy turmasidan qutuldirish uchun qilgan harakatlari, shundaqla bir necha Uyg'urning Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatidan qochib chet elga chiqqanligi, o'zi va oila a'zolarining lagerdagi echinishlik kechirmishlari bayon qilingan. Filmda bosh personaj Javhar Ilham xalqaro jamiyatga dadasi Ilham To'xtining 2014-yili atalmış bo'lgunchi degan bahona bilan Xitoy rejimi tarafidan tutqun qilinib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinish jarayonini tunishtirgan bo'lsa, 10 necha Uyg'urning guvohlik so'zlari orqali bundaq echinishlik voqealarning Sharqi Turkistondagi zo'r ko'p sonli Uyg'ur oilasida yuz berganligi hamda yuz berayotganligi Xitoyning navbatda Sharqi Turkiston xalqini vahshiy bostirayotganligi tushuntirilgan. Shavqun Suran filmining nomi bir Xitoy amaldorining 2017-yili qilgan Şinjandagi barliq Shavqun Suranni yo'qotish kerak degan so'zdan elingan bo'lib, ko'rurmanlarga amaldorning mazkur bayoni orqali Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarga bo'lgan o'chmanligini va ularning qarshilik sadosini yo'qotish razil maqsadini echib tashlash nishon qilingan. Filmning rejissyori David Novak amerikalik yahudi bo'lib, uning oilasi 2-dunyo urushi mezgilida Yevropadagi cho'ng qirg'inchilikni boshdan kechirgan. Jazo lagerlari va majburiy emgak sababli uning oila a'zolarining yarimidan ko'progining boshqa oila a'zolari bilan munosabati uzilgan. Rejissor bugungi kundagi Uyg'urlarning ahvolining ayni vaqtdagi yahudiylarning ahvoliga o'xshaydiganligiga ishongan bo'lib, bu hujjatli filmni ishlash orqali xalqaro jamiyatda bundaq echinishlik ahvolning qayta yuz bermasligini eskartmoqchi bo'lgan. Xitoy quramiga yetmaganlarni qo'g'dash bahonasida xitoylashtirish harakatini keng tashviq qilmoqda. Xitoy rejimi Sharqi Turkiston xalqini butunlay xitoylashtirish, irqiy qirg'inchilik siyosatini texmi kuchab ijro qilish uchun atalmış Uyg'ur avtonom rayonining quramiga yetmaganlarni qo'g'dash nizomini ko'plab tashviq qilmoqda. Xitoyning Sharqi Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' To'ri 5 noyabr atalmış Uyg'ur avtonom rayonining quramiga yetmaganlarni qo'g'dash nizomini qaytadan e'lon qilgan bo'lib, mazkur nizom 2022-yili 5-oyning 27-kuni atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik 13-navbatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining 33-yig'inida o'zgartirilib ma'qullangan edi. Atalmış nizomda aytilgan quramiga yetmaganlar 18 yoshga to'shmaganlarni ko'rsatadigan bo'lib, 2009-yili 9-oyning 25-kuni atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik 11-navbatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining 14-yig'inida ma'qullangan nizomga asosan o'zgartirilgan. Xitoy mazkur nizomni Sharqi Turkistonda yillardan buyon davomlashtirayotgan har xil xitoylashtirish, assimilyatsiya siyosatini texmi ichkirlab ishga oshirish, bo'libmi Uyg'ur o'smirlarining mingisini yuyish uchun yo'l qo'ygan bo'lib, mazkur atalmış nizomning 4, 5 va 38 moddalarida tuvandagidek mazmunlar o'rin olgan. 4-modda hukumat, jamiyat, maktab va oila quramiga yetmaganlarga g'oya e'tiqod, ideya, axloq, ilm-fan, madaniyat, qonunchilik, davlat xavfsizligi, millatlar ittifoqligi, vatanni suyish, xalqni suyish, sotsializmni suyishdek umumiy axloqni yetildirib, ularni vatanning birligi va millatlar ittifoqligini aniq qo'g'daydigan kapitalizm, feodalizm va boshqa chirik ideyaning chiritishiga taqobil turadigan terrorizm, asabiylik, bo'lgunchilikning singib kirishining oldini oladigan qilishi, quramiga yetmaganlarni sotsialistik yadrolik qimmat qarashini turg'izish va amalda ko'rsatishga Jumhur millati o'rtaq gavdasi engini mustahkam turg'izishga yetaklashi kerak. 5-modda har qanday tashkilot yoki shaxsning quramiga yetmaganlarni diniy faoliyatga qatnashishga ozdirishiga, majburlashiga yo'l qo'yilmaydi. Dindan foydalanib majburiy ma'arifga to'sqinlik qiladigan harakatlarni qilishiga yo'l qo'yilmaydi. 38-modda kitob, gazet, jurnal, kino, televiziya programmasi, unsin buyumi, elektronlik nashr buyumi qatorliq madaniyat mahsulotlarida terrorlik, asabiylik, bo'lgunchilik qatorliqlar targ'ib qilingan mazmunlar bo'lmasligi kerak.
Xitoy atalmış nizamning oxirida mushu nizamdagi belgilamaga xiloflik qilib, amonlik boshqurishiga xiloflik qilganlarga amonlik boshqurish jazosi berildiganligi, jinoyat shakllantiruvchilarni jinoiy javobgarlikka tortadiganligi haqida alohida ogohlantirgan. Kuzatuvchilar Xitoyning yaqinqi yillardan beri millionlagan Uyg'urni turli bahonalar bilan turma va lagerlarga so'laganligini, ularning bir qismini ziyonkashlik qilib o'ldirganligini, sonsizlagan Uyg'urlarning izdiriki bo'lmaganligini, ikkinchi qadamda Sharqi Turkistondagi yosh o'smirlarni nishonlab, ming yuyish orqali ularni butunlay Xitoy qilib chiqish uchun harakat qilayotganligini bildirishmoqda. Xitoyning eksporti 17 oydan buyongi eng to'van nuqtaga tushdi. Oktyabr ayida chet el ehtiyojining nacharlashishiga ergishib, Xitoyning eksporti mo'lchardagidan ko'p tuvalligan bo'lib, importning o'ylamagan yerdan eshib ketishi Xitoyning savdo aktiv balansining 17 oydan buyongi eng nachar saviyaga tushib qolishini keltirib chiqargan. Mablag' selish to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy Tamojna bosh idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotga asoslanganda, Xitoyning savdo qoldiqi mo'lchardagidan ko'p tuvallab, kutilgan 81 milliard 950 million dollar mo'lcharga yetolmasdan 56 milliard 530 million dollarga tushib qolgan bo'lib, oldingi oyda ko'rilgan 77 milliard 710 million dollarlik saviyadan shiddat bilan tuvallagan. Navbatdagi savdo aktiv balansi ayni vaqtda Xitoyning iqtisodiy faoliyati Xitoy virus sababli to'xtab qolish darajasiga kelgan 2022-yildagi may oyidan buyongi eng nachar holat bo'lgan. Oktyabrda Xitoyning eksporti yillik hisobda 6,4% tuvallab, 5,4%lik tuvallash mo'ljaridan eshib ketgan bo'lib, oldingi oydagi 6,2%lik tuvallashdan tezlashgan. Bu tuvallash Xitoyning eng chong savdo nuqtasi bo'lgan Yevropa va Amerikaning iqtisodiy sharoitining nacharlashishidan bo'lgan deyilgan bo'lsa-mu, ammo kuzatuvchilar Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan Uyg'ur majburiy amgaki sababli nurg'un jazoga uchrayotganligi, ba'zi shirkatlarning bu sababli Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan to'xtamlarni amaldan qoldirishi, yana ba'zilarining Xitoy bozoridan chekinib chiqishi qatorliq masalalarning Xitoyga oz bo'lmagan ta'sir ko'rsatayotganligini bildirishmoqda. Xitoy paraxodlari Yaponiya dengiz tavalligiga yana tajovuz qildi. Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat paraxodlari hafta oxirida Sharqi dengizdagi talash-tortishdagi Senkaku taqim oroli atrofidagi Yaponiyaning davlat tavalligiga tajovuz qilib kirdi. Anadolu agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Okinawa o'lkasining Naha rayonidagi 11-rayon dengiz qirg'og'i muhofazat markazining bayonotiga asoslanganda, Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat paraxodlari Yaponiyaning dengiz tavalligiga tajovuz qilib kirgan. Yaponiya dengiz qirg'og'i muhofazat atriti 4-noyabr tushdan burun Minami Kojima rayoniga kirgan va u yerdagi yapon baliqchilik paraxodlariga yaqinlashgan Xitoy paraxodlarini ogohlantirgan. Qattiq ogohlantirish va oldini olish harakatlaridan keyin Xitoy paraxodlari 5-noyabr tushdan keyin rayondan ayrilgan. Yaponiya taraf Xitoy paraxodlarining rayonda taxminan 39 soat turganligini, bu turdagi qonunga xiloflik qilish harakatlari bu yil 30-qatim yuz berganligini bildirgan. Yaponiya Senkaku Xitoy Diaoyu deb ataydigan taqim oroli Xitoyning Sharqi dengiz qirg'og'i va Yaponiyaning G'arbiy janub dengiz qirg'og'iga joylashgan bo'lib, 5 orol va 3 toshdan tarkib topgan odamsiz rayon Yaponiyaning egidorchiligida bo'lib, Xitoy bu rayonda uzundan buyon egilik huquqi talab qilib kelmoqda. Xitoy rejimi bankirlarni yo'qotishni boshladi. Xitoydagi eng chong davlat egiligidagi savdo banklarining biri bo'lgan Xitoy Savdo-sanoat bankisining sobiq muavin raisi Jang Hongliga chiriklik jinoyati bilan tekshirish boshlandi. Anadolu agentligining 6-noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoydagi eng chong davlat egidorchiligidagi savdo banklarining biri bo'lgan Xitoy Savdo-sanoat bankisining sobiq muavin raisi Jang Hongliga chiriklik gumoni bilan tekshirish boshlangan bo'lib, Xitoy Kompartiyasi Markaziy intizom tekshirish komitetining bayonotida Jang Honglining qonun va partiya intizomiga ig'ir xiloflik qilish gumoni bilan tekshirilayotganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotda bu ayblashlar to'g'risida tafsiliy ma'lumot berilmagan bo'lib, ammo bu xil tekshirishda qonunsiz qilmish va partiya intizomiga xiloflik qilish ifodalari odatda chiriklik gumonini yoki ayblashni ko'rsatadi ekan. Xalqaro savdo tajribasi bor direktor deb atalgan 58 yoshlik Jang Hongli Xitoy Savdo-sanoat bankisidan burun Amerika texnik shirkati Hewlett Packard, Angliya Schroders, Amerikaning Goldman Sachs va Germaniya bankisida ishlagan. 2010-yildan 2018-yilgacha bo'lgan oraliqda Xitoy Savdo-sanoat bankisida ishlagan Jang Hongli 2021-yildan boshlab Xitoyning pul muomala sohasida elib berilayotgan chiriklik tekshirishidagi eng oxirgi yuqori darajalik boshqaruvchiga aylangan.
bu yil Zhejiang bankasining sobiq mudiriyat raisi Shin Ringanga 7 fevral, Xitoy bankasining sobiq raisi Liu Liangga 31 mart, Minsheng bankasining sobiq muavin raisi Sheng Binshuga 13 may chiriklik tekshirishi boshlangan edi. Atalmış çiriklikka qarshi turish ko'rishi Xitoy rejimi raisi Xi Jinpingning 10 yillik hokimiyat yurgizgan mazgildagi eng muhim masalalarning biri bo'lib, bu mazgilda 10 necha yuqori darajalik amaldor chiriklik tekshirishi sababidan vazifasidan qoldirilgan. Xi Jinping Xitoy Xalq Qurultiyi echilish nutqida qilgan so'zida savdo dunyosi bilan munosabati bor partiya kadrlarining qattiq jazoga uchraydiganligi va chiriklik tekshirishining davomlashadiganligidan signal bergan edi. Kuzatuvchilar Xi Jinping har qancha chiriklikka qarshi shuar to'lg'an va bir qismlarni jazolagan bo'lsa-mu, chiriklik va poraxo'rlik Xitoyning eng yuqori qatlamidan eng to'van qatlamigacha keng umumlashgan bir hodisa ekanligining hammaga ayon bir masala ekanligini, shundaqla Xi Jinpingning bu bahona bilan o'ziga xavf deb qaragan kishilarni jazolab kelganligini bildirishmoqda. Turkiya Xitoy klassik nadir asarlarini tarjima qilish eslatmasi imzolandi. Xitoy bilan Turkiya Anqarada klassik nadir asarlarini o'zaro tarjima qilib nashr qilish eslatmasini imzoladi. Xabarturk to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy Markaziy komiteti tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Wang Gang, Turkiya Madaniyat va sayohat ministrligining muavin ministri Nadir Alparslan bilan birlikda Anqarada Xitoy axborot nashriyot idorasi bilan Turkiya Cumhuriyeti Madaniyat va sayohat ministrligining klassik nadir asarlarini o'zaro tarjima qilib nashr qilish to'g'risidagi eslatmasini imzolagan. Xabarda qayd qilinishicha, bu Xitoy bilan Turkiyaning nashriyotchilik sohasi, madaniyat sohasi, ilm sohasidagilarning Xitoy-Turkiya madaniyat almashtirish, o'zaro ulgu elishni o'rtaq ilgari surganligining ifodasi ekan. Xabarda yana mazkur eslatmaga asosan Xitoy bilan Turkiya ikki taraf davlatning klassik asarlari va muhim asarlarini o'zaro tarjima qilib nashr qilishni qo'llaydi ekan. Ikki davlatning klassik asarlari orqali Xitoy bilan Turkiya xalqi orasida ko'vriklik rol o'ynab, Xitoy-Turkiya madaniyatining o'zaro o'rganishini, Xitoy-Turkiya strategik hamkorlik munosabatining texmi zo'r taraqqiyotini ilgari surishga har sohada kuch qo'shadiganligi bildirilgan. 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'ini bugun Tokioda boshlandi. 7 davlat guruhiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari guruhning 2023 yillik navbatchi raisi Yaponiyaning riyosatchiligida 7-8 noyabr kunlari Tokioda yig'in chaqirdi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikawa riyosatchilik qiladigan yig'inga 7 davlat guruhiga a'zo Amerika, Kanada, Germaniya, Italiya, Angliya va Fransiya qatorliq davlatlarning tashqi ishlar ministrlarining ishtirok qilishi mo'ljallanmoqda. Yig'inda Isroiliyaning birinchi oyini tamomlagan G'azza hujumlari, Rossiya-Ukraina krizisi, energiya va klimat masalalari muzokara qilindi. Ministrlar Xitoyning Osiyo Tinch okean rayonidagi kunsuri kuchayayotgan ta'siri bilan Shimoliy Koreyaning yadro va boshqariladigan bomba planlarining navbatdagi ahvoli haqida suhbatlashdi. Yig'inda erkin va ochiq Hind-Tinch okean universal hamkorlikning ahamiyati ta'kidlangan bo'lib, yig'indan keyin muzokara qilinadigan masalalarga o'rin berilgan xitobnoma e'lon qilindi. 7 davlat guruhining 2023 yillik navbatchi raisi Yaponiya bu yildagi tunji 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'inini aprel oyi Nagano o'lkasining Karuizawa shahrida ochgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.